kibr qilyaptimi? Zulm qilyaptimi? Jabborlik qilyaptimi? Fursati bor. Biz shoshib ketamiz-da. Hech narsa bo'lmayapti, shuncha zulm qilsa ham, shuncha qarish tegsa ham hech narsa bo'lmayapti-yu. Biz shoshib ketamiz, birodarlar. O'sha zolimni peshonasiga yozilgan umri bor. O'sha muddatda yashamaguncha u o'lmaydi. Siz shoshiltirasizmi, shoshiltirmaysizmi, tamom, bu taqdir. Lekin Alloh taolo bunaqa zolimni agar tavba qilmasa, odamlardan olgan haqlarini, mazlamalarni qaytarib bermasa, xor qiladi, albatta bu fakt ekan. Va likulli ummatin ajal. Har bir jamoat uchun ajal bor, ya'ni belgilangan vaqti bor. Musulmonning Alloh taoloni Al-Jabbar ismi bilan bo'lgan aloqasi. Mana darsimizda aytdik. Har bitta go'zal ismdan, Allohning go'zal ismidan siz o'zingizga ulush olishingiz kerak. Alloh Al-Karim zot ekanmi? Siz ham saxiy bo'ling. Alloh taolo Al-G'afur zot ekanmi? Kechirli bo'ling. Alloh taolo Al-Adil bo'lgan zot ekanmi? Siz ham adolatli bo'ling.